Haj safardan kelgan umra safariga borishni niyat qilib turgan do'stlarimiz uchun juda katta yangiligimiz bor. Inshaalloh reyslar yana qo'yildi. Ya'ni Toshkent Madina reysi, undan tashqari Farg'ona Jidda yo'nalishida umra safari uchun yurtdoshlarimizni Saudiya Arabistoniga olib chiqib ketishlar yana boshlandi do'stlar. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan hojotalar, hojonalar, salomatmisizlar. Alloh taolo umrlaringizni uzun qilsin. Inshaalloh 2025-yil iyun oyi va iyul oyi umra safariga borish narxlari va sharoitlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Xo'p, inshaalloh 2025-yil iyun oyi va iyul oyi litsenziyalangan firmadan umra safariga borish narxlari va sharoitlari haqida ozgina videorolik tayyorlayapmiz. Inshaalloh hozir shu haqida suhbat o'tkazamiz. Bir boshdan boshlasak, inshaalloh reyslarimiz Toshkent shahri, undan tashqari vodiyli do'stlarimiz uchun Farg'ona shahridan reyslar qo'yilgan. Reyslarimiz to'g'ridan-to'g'ri uchadi. Hech qanaqangi bir boshqa davlatlarga borib persatga bo'lmaydi. Ya'ni Toshkent Madina yo'nalishida qaytish ham Madina Toshkent yo'nalishida bo'ladi. Vodiyli do'stlarimiz uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi, undan tashqari Jidda Farg'ona yana qaytish bo'ladi inshaalloh. 50 boshlar, malakali 50 boshlar bo'ladi. O'zlari birga ketib, yana birga qaytib kelishadi. Undan tashqari 3 mahal milliy taomlarda ovqatlar bo'ladi. Madina-i Munavvarada 2 mahal, Makka-i Mukarramada 3 mahal bo'ladi. Madina-i Munavvarada 3 kun bo'linadi, Makka-i Mukarramada 11 kun bo'linadi. Jami 14 kunlik umra ziyorati bo'ladi do'stlar. Inshaalloh ekranda nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Litsenziyalangan firmadan umra safariga borish narxlari atiga Toshkentdan $1100 boshlaydi. Vodiy, ya'ni Farg'onadan $1150 boshlaydi. Vodiyda aviachipta biletlar narxi qimmatligini hisobiga narxlar ozgina $50 qo'shilib qolgan. $1150 ga $1100 narxlari boshlaydi. Sharoitlariga keladigan bo'lsak, haram yaqin gassisa, o'sha bemalol Madina-i Munavvarada piyoda kirib chiqib ketasizlar. Makka-i Mukarramada esa 1-1,5 kilometr, undan tashqari 2 kilometrlik gassisalar masofani egallaydi. Ya'ni 24 soatlik transport xizmatlarimiz bor. Doimiy sizlarda xizmatlaringlar bo'ladi. Ya'ni gassisadan bemalol gassisani pastga tushsalaring, avtobus bo'ladi. Haramga mutlaq bepulga borasizlar. Ya'ni haramni ibodatlarini qilib, o'sha avtobusga chiqsalaring, yana to'g'ri gassisaga olib kelib qo'yadi do'stlar. Hop, bir dona Zagreb pasport evaziga joylayib bron qildirsalaring bo'ladi. 14-iyun, 15-iyun, 17-iyun va 20-iyundan Toshkentdan reyslarimiz bor. Ya'ni boshidagi reyslarimiz vodiyli do'stlarimiz uchun 22, 25 va 29-iyun sanalariga bor. Undan tashqari Toshkentdan 26, 29, 30-iyunlarga ham reyslarimiz bor. Ya'ni bu oydagi reyslarimiz. Keyingi oyga ham reyslarimiz sanalari chiqqan va narx-navolar chiqqan. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol joylayib bron qildirsalaring bo'ladi. Hozirda bizni ijtimoiy tarmoqda, ya'ni qo'shni Tojikiston, qo'shni Qirg'iziston, Rossiya Federatsiyasining fuqarosi bo'lib, Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan do'stlarimiz bor. Ya'ni yaxshi niyatlarda ota-onamni umra safariga jo'natamiz degan do'stlarimiz ham bor. Bu do'stlarimiz ham bemalol ijtimoiy tarmoqlardan aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Ya'ni ekranda ko'rinib turgan nomerlarda Telegram ham, WhatsApp ham bor. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringiz istalgan savollarga javob olishinglar mumkin. Inshaalloh bizdan uzoqlashmanglar. Bundan da qiziq videolar hali oldinda o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.